Diqqat, ogoh bo'ling. O'zgidromet O'zbekistonda 1, 2, 3 va 4 aprel kunlari kutilayotgan ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Hamma tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan faqatgina birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostidagi like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 1 aprel kuni 23-28 daraja iliq, 2 aprel kuni 20-25 daraja iliq, 3-4 aprel kunlari 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-7 daraja iliq, kunduzi 1 aprel kuni 25-30 daraja iliq, 2-3 aprel kunlari 21-26 daraja iliq, 4 aprel kuni 23-28 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-2 aprel kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 3-4 aprel kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-7 daraja iliq, kunduzi 1-2 aprel kunlari 25-30 daraja iliq, 3-4 aprel kunlari 22-27 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-7 daraja iliq, kunduzi 1 aprel kuni 25-30 daraja iliq, 2-3 aprel kunlari 20-25 daraja iliq, 4 aprel kuni 23-28 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-3 aprel kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 4 aprel kuni ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-7 daraja iliq, kunduzi 1-2 aprel kunlari 25-30 daraja iliq, 3 aprel kuni 23-28 daraja iliq, 4 aprel kuni 21-26 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 1-3 aprel kunlari 15-20 daraja iliq, 4 aprel kuni 12-7 daraja iliq bo'ladi, deyiladi O'zgidromet ma'lumotida. Azizlar, kanalimiz yanada tezroq rivojlanishi uchun iltimos like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang.